Bilasizlar, Lider magazinda maxsus sovg'a, Lider magazinda mijozlar uchun Gentra mashinani tayyorlab qo'yganmiz. Uni egasini aniqlashimizdan sanoqli kunlar qolgan. 31-may kuni shu Gentramizni egasini aniqlaymiz. Undan tashqari yana ajoyib bo'lgan sovg'alar kutib turibdi. Agar Gentra kerak bo'lgan bo'lsa, Lider magazinga kelib turib savdo etib qoling. Xudo xolasa shu Gentra sizniki bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'p odam aytadi, xonadonlik olsang, yonimdagi podarkalarni ustiga mindirib qo'yibdi, narxini dedi. Nishatib mindirishimiz mumkin. Qarang, men podarkalar ham garantiyasini beraman. Magna firmaning duxovkasi bozorda ko'rsanglar 800 ming so'mdan sotiladi. Agar shuni olib borib ishlatib ko'rasiz, agar somsangizni, noningizni zo'r chiqarmasa, olib kelasiz, xologan vaziz almashib olasiz. Bu narsaning ham garantiyasi bor. Как положен 3 yil. Buni eng yuqori sifatdagi Magna pechkidan qo'shib beriladi. 800 ming so'm turadi. Mikronovkamiz Zifler kompaniyani 20 litrligi bo'ladi. Bozorlarda 1 million 200, 1 million 300, 1,5 million so'mga sotadilar. Endi qaranglar. Mikronovkani qo'shdim. Plisosimiz, Elgrid plisos hamma hazrat pishadi o'tiribdi. Hech kim hali javob etib kelmagan. Buni ham narxini 1 million 200 ming so'mdan sotiladi bozorlarda. Bir dana termopotingiz 250 ming so'm, bir dana choppir 150 ming so'm, bir dana ko'kmara qozoningizdan 200 ming so'm urganimizdan 4 million 100 ming so'mlik narsani sizlar tekin olib turibsizlar. 5,5 million so'mlik xonadonga olasizmi? 6 million 800 ming so'mlikni olasizmi? 7,5 million so'mlikni olasizmi? Farqi yo'q. Istalgan birsini garing, ko'ring, qaysi yaxshisi shuni oling, yonimda shu sovg'alarni tekin oling. Endi mana menga sovg'alaring kerakmidi? Meni uyimda duxovka ham, mikronovka ham, plisosim ham bor deganlar uchun shu narsalarni sizlardan 4 million so'm o'zim sotib olaman. Xohlagan bir konsert xarid eting. Dastavka ustunovkalari mutlaq tekin. Keyin barabondan sovg'asi bo'ladi, Gentraga bileti bo'ladi. Undan ham tashqari, ya'ni aytganim kafolati bo'ladi. Yonimda bir dana gaz plitasi bilan bir dana vichkasini shuningdek sizlarga tekina qo'shib beramiz. Agar mana bu narsalarim bor, kerakmidi desanglar aytganimdek 3,5 million so'm pulni shishtiraldingizda qo'yamiz. 3,5 million so'mlik narsani siz shuningdek tekina olib bilasiz. 3,5 million so'mga siz katta televizor olib bilishingiz mumkin, katta xolodilnik yoki birdan avtomat kir mashina gaz plita olishingiz mumkin yurtdoshlar. Mana bu imkoniyat faqatgina Lider magazinda bo'ladi. Birdan avtomat kir mashina xarid etsanglar, yonida bir dana duxovka pechkasi, bir plisosi, bir termopoti, chayniki, utki dolu sushilkasi. Endi meni izlab keladilar ko'p bo'lib turibdi. Vahobjon, seni izlab keldim. Xorazmdan gap turibman. Shuncha yo'lda issida keldim deganlar uchun yonimda 1 million so'm pul ham beriladi, xudo xolasa. Bulardan tashqari. Bulardan tashqari 1 million so'm pul o'zingiz istalgan narsani do'konimizdan xarid etsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Bir dana televizor xarid etasiz, Lider magazindan kelib, yanında bir dana zeptir nabori, bir tok mikrovkasi, bir termopoti, bir sokushmalka, bir chopperi, bir chayniki, qozoni, choy chayniki, krashteni, Gentraga bileti, baraban sovg'alari hammasi ichida bo'ladi do'stlar, qaranglar. Mana o'tib ketdi-ku bola. Bir dana televizor xarid etib, yanında shunchalik narsa bilan to'lib tashib ketadilar, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Lider kanali. Bugun biza 4 kundamiz. 4 kundagi Lider maishiy texnikalar do'koniga kelganmiz. Bu yerdagi aksiyalarni, yangiliklarni xudo xolasa sizlarga donishtirib o'tib ketamiz. Bu yerning manzili 4 kun dehqon bozorida, birinchi kommentariyada xudo xolasa bu yerning lokatsiyasi turadi. Shu lokatsiyani ustiga bossangiz, yer yuzining nerida bo'lsangiz ham to'g'ri shu 4 kun dehqon bozoridagi Lider maishiy texnikalar do'konidan olib keladi. Demak, videoroliklarni boshladik. Xo'sh, aziz yurtdoshlar, har doimgidek Lider maishiy texnikalar do'konida odam gavjum bir yangiliklarni aytgan bo'lishi kerak og'amiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qarmag'ingizlar bilan shu mikrofonimda qo'ying. Oha, keling axir, yangiliklar zo'rlar bo'lib turibdi. Odam gavjum ko'p edi. Xudo xolasa, yurtdoshlar, assalomu alaykum. Sog'misizlar, omonmisizlar? Hurmatli podpischiklari, bizning Lider magazinimizning mijozlari. Xudo xolasa, o'tgan safarga aksiyamiz hammaga manfaatli bo'ldi. Hamma kelib turib xarid etdilar. Endilikda xudo xolasa Lider magazinda to'xtab qolish yo'q. Sizlar uchun ajoyib bo'lgan yangiliklar, sezonniy narsalar, konditsioner, xolodilnik, televizor olaman deb bergan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videoni oxirlaridan ko'ramiz. Sizlar uchun ajoyib bo'lgan sovg'alarni, ajoyib bo'lgan aksiyalarni tayyorlab qo'yganmiz. Narx-navosini ancha tushirganmiz, narx-navolarni qo'ldan kelgancha. Hozir hammasini narx-navolarni aytamiz. Keyin yanında aksiyalar bilan donishtiramiz. Bilasizlar, Lider magazinda maxsus sovg'a, Lider magazinda mijozlar uchun Gentra mashinani tayyorlab qo'yganmiz. Uni egasini aniqlashimizdan sanoqli kunlar qolgan. 31-may kuni shu Gentramizni egasini aniqlaymiz. Undan tashqari yana ajoyib bo'lgan sovg'alar kutib turibdi. Agar Gentra kerak bo'lgan bo'lsa, Lider magaziniga kelib turib savdo etib qoling. Xudo xolasa shu Gentra sizniki bo'lishi mumkin.
Gelip durup Lider magazinden savdo qilsangiz novulari plus taraflari bor sizga. Birinchidan Libo yerdan arzon olasiz. Ikkinchidan zo'r yanında podarkalar bilan olasiz. Bir dana mechi texnika xarid etsangiz, yanında ajoyib bo'lgan uyingizga bir o'nlab sovg'alar bilan ketasiz. Undan ham tashqari Gentraga bilet tashab, Gentrani egasi bo'lishingiz ham mumkin. Barabandan aylantirasiz, barabandan siz aylantirib televizor yoki da Spark mashinani o'tib ketish imkoniyati bo'ladi yurtdoshlar. Video oxiridan ko'ramiz. Qiziqarli bo'ladi. Afsuslanmaysizlar, xudo xolasa. Hurmatli amina, shunchadan gap degan bejizmas sizlarga ajoyib bo'lgan yangiliklarni tanlab qo'yganmiz. Bir chetdan boshlaylik, xudo xolasa. Hurmatli, qo'lima kalkulyatorni ham oling. Assalomu alaykum, ganglar, xush kelibsizlar. Hozirgi kunda xonadonlik bilan konditsionerni sezoni bilasizlar. Sezon bo'lishana qaramasdan sizlarga ajoyib bo'lgan yangiliklarni tanlab qo'yganmiz. Yurtdoshlar qaranglar, bugun narxni tushiramiz, aytganimdek, zo'r podarkalarni qilib qo'ygan masala uchun. Endi qaranglar, boshda narxlarni aytdik, keyin yanında bo'lgan ajoyib bo'lgan aksiyalarni tushuntirib beraman. Avtomat xonadonligimiz Atlant kompaniyani Chisti Belarus o'zidan gap turgan Nofrost xilasi, narxlari o'zi 7 million 7,5 sotiladi dedi. 6 million 500 ming so'mga tushirganmiz. Xalasangiz seri, xalasangiz aksiyadan bor. Nofrost bo'yi 2 metrlik xonadonlik. Pozis kompaniyaniga bor. Bahasi 5 million 500 ming so'mdan. Narxlari o'zi 6,5 sotiladi dedi. 5 million 500 ming so'mdan xarid etasiz, yanında 4 million so'mdan yuqori bo'lgan ajoyib bo'lgan sovg'alarga ega bo'lasiz. Bu nechik bo'ladi qarang. 5 million 500 ming so'm birdan xonadonga pul to'laysiz. Yanında bir dana duxovka pechkasi, bir mikronovkasi, bir dana plisosi, termopoti, chopperi, kukmara qozoni, barabandan sovg'asi, dastavka uстановkalari barchasi ichida bo'ladi. Yosh og'amiz ham yana, og'a assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Neden geldiniz ağa? Qilichvoydan geldiniz, to'g'rimi? Shuncha kilometr bosib keldingiz. Ko'pchilik yine aksiyani ko'rib turibdidan, rostmi, yolg'onmi, borsak bo'ladimi, ishonchmi deb turibdilar. Nima deysiz shunga gapi? Rost, yaxshi. Aksiyasi bor, haq bor. Yo'q, qarang. Boshqa bilan narxni solishtirdingiz, to'g'rimi? Ko'nglingiz o'rnadimi narxni, og'a? O'rnadi. Ang? Yaxshi. Yanında aytilgan hamma podarkalar berildimi? Berildi. Ang? Rozimisiz shunchadan kilometr bosib kelganingizga? Sog' salomat bo'ling va Qilichboydan kelganingiz uchun og'ama yana bir podarik qo'shib berasan, bu yaxshimi? Oldinlar barabanni aylantirdilar, barabanda ovqat terimiz tushgan ekan, uni ham yaxshiroq podarik almashib beradilar. Og'a salomat bo'ling. Yurtdoshlar qaranglar, ko'pchilik aytadi, 5,5 million so'mlik xonadonlikni olsam, yanında 4 million so'mdan qimmat bo'lgan podarik olsam, sana nechik chot beradi u deydilar. To'g'ri, men aksiya qilgan vaqtimda yurtdoshlar zararim ham duraman, foydasini ham duraman, plus minusini ishimiz to'g'risi. Faqatgina plusda ishlamaymiz. Shuning uchun biz hamma aksiya qilganimizda mijozimiz ko'paysin. Bizani 2025 da 1000 odam izlab kelgan bo'lsa, 2026 da 2000 odam izlab kelishi kerak bizning magazinimizga. Shuning uchun biz shu narsani ustida ishlab turibmiz. Magazinimizni yanada ko'paytirib, ishimizni yanada rivojlantirib, xalqimizning duosini olik. Shu narsadan ozgina qilsam, ozgina zarar qilsak ham Alloh taolo barakasini bersin. Shuning uchun ulgurib qolamiz. Aksiyamiz 31-mayda amal qiladi. 31-maydan kelib turib, narsani xarid etib, mashinani egasi bo'lishingiz mumkin do'stlar. Endi qaranglar, so'z isboti bilan deylik. Misol uchun ko'p odam aytadi, xonadonlik olsang, yonida podarkalarni ustiga mindirib qo'yibdi, narxini dedi. Nishatib mindirishimiz mumkin. Qarang, men podarkalarning ham garantiyasini beraman. Magna firmani duxovkasi bozorda ko'rsanglar 800 ming so'mdan sotiladi. Agar shuni olib borib ishlatib ko'rasiz, agar somsangizni, noningizni zo'r chiqarmasa, olib kelasiz, xohlagan vazifa almashtirib olasiz. Bu narsaning ham garantiyasi bor. Как положен 3 yil. Buni eng yuqori sifatdagi Magna pechkidan qo'shib beriladi. 800 ming so'm turadi. Mikronovkamiz Zifler kompaniyani 20 litrligi bo'ladi. Bozorlarda 1 million 200, 1 million 300, 1,5 million so'mga sotadilar. Endi qaranglar. Mikronovkani qo'shdim. Plisosimiz, Elgrid plisos hamma hazat pishadi o'tiribdi. Hech kim hali javob etib kelmagan. Uni ham narxini 1 million 200 ming so'mdan sotiladi bozorlarda. Bir dana termopotingiz 250 ming so'm, bir dana chopperi 150 ming so'm, bir dana ko'kmara qozonimiz ham 200 ming so'm urg'alimizdan 4 million 100 ming so'mlik narsani sizlar tekin olib turibsizlar. 5,5 million so'mlik xonadonga olasizmi? 6 million 800 ming so'mlikni olasizmi? 7,5 million so'mlikni olasizmi? Farqi yo'q. Istalgan birsini garing, ko'ring, qaysi yaxshisi shuni oling, yonida shu sovg'alarni tekin oling. Endi mana bunday sovg'alaring kerakmi? Meni uyimda duxovka ham, mikronovka ham, plisosim ham bor deganlar uchun shu narsalarni sizlardan 4 million so'm o'zim sotib olaman. 4 million so'mlik narsani sizlarga tekina beraman. Xolasangiz, xolodilnik oling, xolasangiz, nodid avtomat kirmachi oling, xolasangiz gaz plita, xolasangiz televizor almashib oling. 4 million so'mlik narsani sizlarga tekina beriladi yanında. Endi bu yoqda
5,5 milyonluk ne xolodilnikni olsa, Avam. yana bu narsani ham puldan xolon narsani qo'shib olishi mumkin. Xohlagan uchun almashsa bo'ladi. Xolodilnik 1,5 millionga tushib qolaveradi. 1,5 million so'mga tushib qolaveradi. Endi Pozis kompaniyalik, Artel kompaniya Nofros kelsa bor. Qaranglar, modellari bilan aytaman. Boshqa yer bilan solishtirsangiz uchun ina modellari. Nofros kelsa narxi 7,5 million, 7 million 200, 7 million 800 ga sotib o'tiribdi ekanlar. 6 million 800 ming so'mdan xarid etib, yonida shu sovg'alari ega bo'ling. Samsung kompaniyamizniki bor. Baholari 8,2, 8,5 sotiladi dedi. 7 million 800 ming so'mdan xarid eting, yonida sovg'alari bilan. Bo'yi 185 lik. Bu anda yana Severtech kompaniyamizniki bor, Bestonniki bor, Indesit bor, Samsungning boshqa tur modellari bor, LG kompaniyamizniki bor, 400 lik xonadonlarimiz bor. Xullas, xohlagan xonadoningizda, xohlagan turdan topiladi. Yana bir narsa aytib o'tacakman. Libo bir xonadonlikmi, kirmashinmi, televizormi xarid etdingiz, o'zini kitobona garantiyalari bosib beriladi. 3 yillik, 10 yillik garantiyalar bosib beriladi. Bundan tashqari 2 oylik sinov muddati beriladi bizning magazinimizda. 2 oylik sinov muddati. Buni misol uchun bu xonadonlikni xarid etdingiz, o'zini 3 yil garantiyasidan tashqari firma pechati bosiladi, adi familiya yoziladi, qo'l qo'yiladi, bugungi chista yoziladi. Bugungi chistadan olsangiz, shu kundan boshlab 2 oy sinov muddati bo'ladi. Olgan mahsulotingizni ishlatib ko'ring. Agar 2 oyning ichida zo'r chiqmasa, past tokda ishlamasa, yaxshi sovutmasa, kirmashingiz yaxshi kelib yuvib olmasa, televizoringiz yaxshi chiqmasa, 2 oyning ichida xohlagan narsangizni almashib olmoqqa haqqingiz bo'ladi. Do'konning o'zini garantiyasi. Do'konning o'zini garantiyasi. Bu degani siz hech qachon lider magazindan kuyib qolmaysiz. Avvalo biza eng zo'rini tavsiya qilamiz. Qo'ldan kelgancha Libo yerdan arzon etib berib bilsa, qo'limizdan keladi. Shuning uchun kelaverasizlar. Bu xonadonlarimiz 5 milliondan yuqori bo'lgan xonadonlarimiz aksiyasi edi bu. Endi kichikroq xonadonlik kerak menga. Bo'yi 1,5 metrlik xonadonlik kerak deyilgan uchun bu yerda bo'yi 1,5 metrlik xonadonlarimiz ham bor. Assalomu alaykum. Bo'yi 1,5 metrlik xonadonlar, bedayna xohlagan turingizdan bor. 2 million 300 dan boshlanib 3,5-4 million so'mlik xonadonliklarimiz bor. 2 million 900 ming so'm, 2 million 700, 2 million 700. Bu xonadonlarimizdan qaysi birisini xarid etsangiz ham yonida bir dana plissoz ajoyib bundan sovg'asi bo'ladi. Jentraga bileti, dastavka, ustunovkalarni chiroylatib beramiz yonida. Endi agarga bir avtomat kir mashinani tushuntirik. Avtomat kir mashinamiz yakida konditsioner ko'rsatib beramiz boshda. Hozir konditsioner qiziq. Keyin konditsioner sezonda konditsioner ko'rsatib berib, keyin avtomatdan ko'rsatamiz. Aga qarang. Shunday o'tib oling. Yurtdoshlar, konditsioner xarid qilajak vaqtida o'ta ehtiyot bo'linglar. Chunki hozir konditsionerning modellari, turlari juda ko'payib boryapti. Narxlari tushib yotibdi, lekin narx tushgan bilan sifat ham tushib ketib turibdi ko'psinda. Buni nima uchun aytib turibman? Hozir xalqimiz bu narsani yilda olmagandan keyin qaysini olishni, qaysini ishlatishni bilmaydi. Ko'pchilik uyindagi misol uchun qo'nishisidan ko'rib oladi, qarindoshidan ko'rib oladi, birovning tavsiyasi bilan kelib oladidan. Lekin shu mahsulotingiz misol uchun yillar davomida bir xil sifatda durmay turibdi. Bundan 5 yil burun boshqacha sifat edi, bu yil boshqacha sifat bo'lib turibdi bir xil kompaniyalardan. Shuning uchun bizning magazinimizdan kelib olsangiz 100% kafolati bilan kursib beriladi. Bu nechik bo'ladi? Siz hozir konditsioner xarid etsangiz, bu normal pagodada sovutaveradi, qizdiraveradi. Misol uchun eng arzon narsasi ham. Lekin konditsioner zo'rini qachon bilamiz? Bir ham qattiq sovuqda bilamiz, bir ham qattiq issiqda bilamiz. Misol uchun ertang chilla issiqlar keladi elimizda, ertang shu vaqtida sovutib bera olmay qolishi mumkin. Qishni qattiq sovuqindagan vaqtida zimaletasini olib qo'yinglar. Zimaletasini olsanglar ertang oldingizga chiqadi. Ertang qishni qattiq sovuqinagan vaqtida motor muzlab ishlamay qolishi mumkin. Yana ko'pchilik konditsionerlar bor, motori juda kichkina keladi. 12 lik bo'lgan bilan, o'zi 12 lik konditsioner 35-40 kvadrat effekt bersa, 20-25 kvadratga zo'rg'a kuch yetadi. Shuning uchun hozir aksiyaga uchib, reklamaga uchib, aldanib qolmanglar yurtdoshlar. Bizning magazindan kelib olsanglar, qishni garantiyasini aytdingni, yozni garantiyasini aytdingni bosib beriladi. Misol uchun o'zini 3 yil garantiyasi bosib beriladi. Undan tashqari agar qishingizda qattiq sovuqlarda ishlab bera olmasa, almashab beriladi. Yozni chilli issiqlangan vaqtida ishlab bera olmasa, almashab beraman deb yozib, qo'l qo'yib pechat bosib beriladi. Buning narsa ko'pchilik qo'lidan kelmaydi, chunki raqobatga kira olmaydi ko'pchilik. Shuning uchun lider magazinga kelsak, noziyana narxlarni aytaman. Zavod tomonidan chiqqan skidkaga sizlarga yonimda ajoyib bo'lgan podarkalarni qo'shib beraman. Ko'pchilik aytadi, misol uchun boshqa konditsionerlarimiz dedi arzonroq ekan, boshqa dedi 500 ming so'm, 1 million so'm arzon ekan dedi, lekin dedi yonimda hech narsa qo'shib bermaydi ekan dedi.
Yurttaşlar eğer yanında hiç gerekmi desengler başkadan 1 milyon, 1,5 milyon so'm arzon alınan benden konditsionerini. Bahasını görüp, modellerini salıştırıp resmen tushirib keling, şu magazindan 1 milyon, 1,5 milyon so'm arzon olib keting şu magazinimizdan gap turib. Hozir yana narxlarni aytamiz. Artel kompaniyaning 5 xil, 6 xil modeli bor. Narxlari 4 milliondan 6 milyon 200 deng bor. Avolollarimiz 6,5 milyon so'm, Shivakilar 4 milyon 900, Rossolar 4 milyon so'm, Chigolar 4 milyon so'm, Rus kompaniyaniki 4,5 milyon so'm, Samsunglar 4,5 milyon so'm, Zifler 4,5 milyon, Roysallar 4 milyon so'mdan, Hoffmanlar 4 milyon 800 ming so'mdan. Yurttaşlar hammasini bahasini aytamiz. Aksiya qilib turib, taklif berib turib, ko'rin narx-navoni aytmang, yanına podarka aytamas. Bularni boshida narx-navosini aytish kerak, keyin yanında podarkasini aytish kerak. Narxlarni eshitdinglar. 12lik, 18liklarimiz ham narxlari 5 milyon 800 ming so'mdan tutib ta 9,5 10 milyon so'mga 18lik konditsionerlarimiz bor. 24lik konditsionerlarimizning narxlari ham 8 milyon 7,5 milyon so'mdan boshlanadi. Eng qimmati 14-15 milyon so'mga degan konditsionerlarimiz bor. Xohlagan turingizdan, xohlagan razmeringizdan topib bilasizlar. Endi xohlagan bir konditsioner xarid eting. Dastavka ustunovkalari mutlaq tekin. Keyin barabandan sovg'asi bo'ladi, Gentraga bileti bo'ladi, undan ham tashqari, ya'ni aytganim kafolati bo'ladi. Yanında bir dana gaz plitasi bilan bir dana vichkasini shundaylar sizlarga tekina qo'shib beramiz. Agar mana bu narsalarim bor, kerakmidi desanglar aytganimdan 3,5 milyon so'm pulni shtraldingizga qo'yamiz. 3,5 milyon so'mlik narsani siz shundaylar tekina olib bilasiz. 3,5 milyon so'mga siz katta televizor olib bilishingiz mumkin, katta xonadinlik yoki da birdan avtomat kir mashina gaz plita olishingiz mumkin yurtdoshlar. Mana endi imkoniyat faqatgina Lidl magazinda bo'ladi. Endi 5 milyon konditsioner olgan odamga 2 milyon tushib qoladimi? Ishindi bo'ladi. 1,5 milyon. 1,5 milyon so'm tushib qoladi. 1,5 milyon konditsioner. Shuning uchun uspet qilamiz do'stlar, 31-maydan bu aksiyamiz amal qiladi. Endi keling avtomat kir mashinalarni ko'rsatik. Ebedening avtomat kir mashinani hamma turidan bor. Media dismi, Atlant dismi, Sibertens kompaniyaniki, Arrio kompaniyaniki, LG'dan bor. Immer kompaniyaniki bor, Vestel bor, Tsel bor. Xohlagan turingizdan, xohlagan modelingizdan topa oladi yurtdoshlar. Avtomat kir mashinlarimizni 6 kilodan 12 kilodan bor. Qaysi birisini olishingizdan qat'iy nazar yanında ajoyib bo'lgan sovg'alari bo'ladi. Boshda hozir narx-navolarni ayting. Atlant kompaniyaning 6 kilolik narxi 3 milyon 300 ming so'mga. Zifler kompaniyaning 10 kiloliklari bahasi 6 milyon 200 6,5 milyon so'mga deyib sotilgan vaqtida bahasini 5 milyon 200 ming so'mga qilib beramiz 10 kilolikini. Tak, ibedayna Immer kompaniyasi bor. Medialar bor. Medialarimizdan vobshe arzonlab qoldi. Narxlari o'zi 5,5 milyon 5 milyon 800 sotgan edik. Endilikda gap turib bizdan 4 milyon 600 ming so'mdan xarid etsanglar bo'ladi. Ibedayna Zifler kompaniyanikini aytdik, ko'pchilik biladi. Ziflerning 8 kiloligi narxlari bularniki ham o'zi no deydi 5 milyon 800 6 milyon so'mdan sotib turgan edi. Hozirgi kunda buni narxini elasa 4 milyon 900 ming so'mdan qilib beramiz. 4 milyon 900 ming so'mdan. Artel kompaniyamizniki bor 3 milyon 600 ming so'mdan. Monix'taniki bor 3 milyon 400 ming so'mdan. Brisa kompaniyamizniki bor 3 milyon 800 ming so'mdan. Xohlagan bir avtomat kir mashina xarid etasiz, yanında novlar ega bo'lasiz keng managa. Chetrak turibdi. Keng ağa. Bir dana avtomat kir mashina xarid etsanglar, yanında bir dana duxovka pechkasi, bir plisosi, bir termoforti, chayniki, utki, utkili sushilkasi. Endi meni izlab keladilar ko'p bo'lib turibdi. Vahobjon seni izlab keldim. Xorazmdan gap turibman. Shuncha yo'lda issida keldim deganlar uchun yanında 1 milyon so'm pul beriladi, xudo xolasa. Bulardan tashqari. Bulardan tashqari 1 milyon so'm pul o'zingiz istalgan narsani do'konimizdan xarid etsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Gelaverasizlar, assortimentdan muammo yo'q. Narx-navolarni ko'rdinglar, libo yerini ko'rib, solishtirib, kelib xarid etsanglar bo'ladi. Ağa 4 milyonlikni olsam qo'shib berasizmi shu o'zlar? Xohlagan turidan 3 milyon 300likni olaman, 3 800likmi, 4 milyon, 5 milyon xohlagan turidan avtomat kir mashina oladi. O'sha sovg'alara eng yonida Vahobjon seni izlab keldim deganlar uchun 1 milyon so'm pul shundaylar men nomimdan beriladi ağa. Xohlagan ajani o'zi xarid etib olaveradi 1 milyon so'm shu do'konimizdan. Endi ağa televizorlardan bir qator ko'rsating. Gaz plitalarimiz ham bor ekan. Gaz plitalarimizning baholari 1 milyon 300 dan boshlanib 6,5 7,5 milyon so'mga gaz plitalarimiz bo'ladi. Xohlagan turingizdan bayna 1 milyon 800ligi bor, 2 milyonligi bor, 2,5 milyonligi bor, 3 milyonligi bor. Xohlagan turdagi gaz plitalarimiz bor. Endi gaz plitalar yanında dumam katta bonus bo'lmaydi. Nechun desangiz zavoddan minchalik katta skikka bermaydi. Shuning uchun o'zimning nomimdan ajoyib bo'lgan bir dana sipsok chayniki, bir dana pichoq nabori, bir dana kukmara tapasi shundaylar podarka bo'ladi. Vichkalarimiz ham narxlari 400 ming so'mdan boshlab 2,5 milyon so'mga deydi vichkalarimiz ham bor. Endi bu yerda televizorlarimiz bor. Keling televizorlarni bir qator ko'rsatib o'tdik.
Televizorlarımız var. Televizorlarımızın 32 düymliklari var. 1 milyondan 1 milyon 800 ming so'm deyim var. Bularımızda krashteni, baraban sovg'asi, Gentraga bileti beriladi. Brollik televizorlarimizning narxlari esa 2 milyon so'm, 2 milyon 300, 2 400, 2,5, 2 milyon 700, 3 milyon, 3,5 milyon, 4 milyon so'mga degan televizorlarimiz bor. 43'lik razmerdagi. Bularni olsanglar, yanında bir dana tok misrovkasi, bir termopoti, bir chopperi, chaniki, krashteni, Gentraga bileti, barabandan sovg'asi hammasi ichida bo'ladi. Bu yanda endi katta televizorlarimiz bor. Televizor xarid etib turibdi ekanlar. Ularni xalaqit bermaymiz. 55'lik televizorlarimizning narxlari 4 milyon so'mdan ta 7,5 milyon so'mga degan televizorlarimiz bor. 50 düymlik televizorlarimiz o'sha pashti 43'likning bahosida bo'lib qolgan. 3 milyon 300, 3,5, 3,800, 4 milyon, 5 milyon eng qimmati, eng zo'ri 6,5 milyon so'mga deyim bo'ladi. Endi qaranglar yurtdoshlar. 50, 55, 65 xohlagan bir televizorni xarid etsanglar, sizlar novolari ega bo'lasizlar, ko'ramiz. Keng og'a. Bir dana televizor xarid etasiz, Lider magazindan kelib, yanında bir dana zepter nabori, bir tok misrovkasi, bir termopoti, bir sokucu malka, bir chopperi, bir chaniki, qozoni, choy chaniki, krashteni, Gentraga bileti, baraban sovg'alari hammasi ichida bo'ladi do'stlar, qaranglar. Mana bu o'tib ketdi-ku bola. Bir dana televizor xarid etib, yanında shunchalik narsa bilan to'lib tashib ketadilar, xudo xolasa. Shuning uchun nodimiz Lider magaziniga kelish kerak. 31-mayga deyim Gentrani egasi bo'lib qolasiz. Xudo xolasa 31-mayga deyim savdo qilsangiz, hammangizni Lider magazinida kutib qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Og'a, siz ham rahmat shunchadan kelib xalqimizga shunday yangilikni yetirib yuribsiz. Agar nodida video davomida xato kamchilik ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Getirgan vaqtlaringizdan rozi bo'linglar. Bizning adresimiz 4 bozor ichida bo'ladi, 453-magazin. Bizni topa olmasanglar, bizlar telefonlar qo'yamiz, telefonlar kelsanglar bo'ladi. Hammangizni kutib qolamiz. Hammangizga rahmat. Lider magazinda xudo xolasa zo'r kelib turib podarkalarni, narsalarni xarid etib kelsanglar bo'ladi.